Salom bolalar, bugun yangi video olamiz. Men sizlar bilan Salohiddin. Hammalarga salom. Bugun Minecraft o'ynaymiz. Ender Dragon'ni yutamiz deb o'ylaysizlarmi? Bitta o'limgacha bo'ladi. Bitta o'lsak qaytira olmaymiz. Aytgancha bolalar. Mening kanalimga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Endi 5 ta bo'ldik. Hech bo'lmasa 20 ta like bosib qilinglar. Reklama chiqyapti. Mashina o'rnatsam yaxshimi yo yomonmi? Mayli, o'rnatib ko'ramiz. Internetda o'chirsam video olarmikin? Men internetda o'chirmasam bo'lmaydi-da. U Ender portal. Menja yaxshi emasdirman, lekin o'ynaganman. Shuna reklamalarda yomon ko'rasizlarmi sizlar ham? Yomon ko'rganlar like bosing, yaxshi ko'rganlar yomon ko'rganlar obuna bo'lsin. Yaxshi ko'rganlar like bosin. Ko'ngildan ikkalasini ham bosib qo'yinglar. Bizda bu yerda sehrlangan oltin olma bor ekan. Bitta obsidian bilan buni baribir yakunlamaymiz. Kiyib olamiz. Men Robloxdan tashqari boshqa o'yinlar ham olaman. Men Roblox'imni ko'tarmayapti. Men telefonim aytganimdek kompyuterimni o'nglatgandan keyin qilaman. Ko'taradi telefonim ashinga. Roblox kerak bo'lsa, Roblox oladiganlar bo'lsa, bu kanal o'rniga nomini yozib o'tirib, algina qilmasdan kompyuterimni ochgandan keyin qilsanglar bo'laveradi. Ashunda bitta o'yinda o'ynayman. Ko'p algina qo'yarman. O'chirishga to'g'ri kelyapti. Video olib shata o'chirib yuboryapman. Keyin yana tortyapman. Ayam telefonimda bu ko'tarmayapti. Meni telefonim buzuq ovoz ishlamaydi. Bo'lmasam davay ketdik. Birinchi bo'lib bola qishloq topish kerak. Qishloq. Qo'y. Maki qo'y. Ko'rdinglarmi? Bola, unidagi bitta bo'ri qaytarib ko'rsanglar bo'ladi. Unidagi bitta bo'ri qo'y yo'rgandan yorilib ketib qoldi, bilmadim. Yo'qib ketdi. Kim ko'rgan bo'lsa, kommentariylarga yozib qoldiringlar. Yorilib ketib qoldi bitta bo'rimiz ekan, tog'imiz ekan, don yeb. Kon bor ekan mayda. Ozchalikka tushib turaveramiz bu tonga devor dedim. Kechirasizlar. Like bosib obuna bo'lish eslardan chiqmasin. Qishloq topishimiz kerak. Biz qaranglar, men 100 ta like dan keyin ham 50 ta obunadan keyin birinchi streamimni chiqaraman. U qishlog'im topdik. Temirchini bormikin bu yerda? Balkim bor. Birinchi somonlarni yig'ib olaylik. Temirchini yo'q bo'lsa ham algina qilsa bo'ladi. Yoramiz. O'zi bitta mashinaga yetdi. Ukam akalarim bilan video olyapmiz. Mana somonlardan yig'ishtirib olaylik. Hozir oldinda akam o'tiribdi. Mana somonlar bo'lgandan keyin biz qishloqdan chiqib chiqamiz. Bitta boshidan temirchi uyini qidirib, temirchini uyini topgandan keyin limon sindirib, menga bu nima kerak bor? Qani ochadigan joy. Bolalar, men tezroq 20 ta yo 10 ta bo'lib olishim kerak. Hali obunachilarim endi 5 ta bo'ldi.
like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Kimga qanaqa o'yin yoqadi? Mana shuni ham kommentariyalarda yozinglar. Men biron bir o'yin eslamdi. Qanaqa o'yin o'ynaymiz keyingi safar deb yozsam, hech kim javob qaytarmaganmi? Kimdirlar yozmaganmi? Yozib qoldiringlar. Qanaqa o'yinlardan bilasizlar? Zo'r simulyator game bo'ladimi, horror bo'ladimi, hammasini chiqaramiz. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar albatta. Menga bu zarur menga bu. Juda katta youtuberlar bo'ladi-yu. Ularga like bosmasdan menga bosinglar deb hazillashdi. Menga ularga ham bosinglar. Like, obuna. Omoxon ko'rganmisizlar? Omoxon men akam yaxshi ko'radigan original blogger. Menga Omoxon yoqadi. Bu yerda original yo'q ekan-ku. Bu savollar bizga kerak emas. Nasıl? Galemni o'ldirib olaylik-da. Bu yo'q, nima bor? Hiç bir oyun yo'q ekan. Nima o'ldiraman men buni? Verstak emas. Nito bo'lib qolibdi sig'masdan. Axinga e'tibor bermaysizlar. Aytgancha, sizlarga qaysi youtuber yoqadi? Men boshqa Omoxon yoqqan youtuberlar kommentariyada uni ham yozib qoldiringlar. Yo, men yoqaman sizlarga. Meni YouTube'imda meni 5 ta obunachim bor. Videoim doim ko'rib keladi. Mana prosmotr degani qancha odam ko'rgan deyapti. Katta videolarni kimdirlar topib ko'radi deb o'ylamadim. Lekin 13 ta 15 ta odamlar ko'rishyapti. Qiziq bo'lsa kerak. Hammasini bolalar ko'rsa kerak-da. Meni o'yini kattalarga yoqamidi. Aytgancha, men kanalimga obuna bo'lib, like bosinglar albatta. Sizlar bezor qilyapman. Like bosing, podpiska bosing demayman. Ko'ngil uchun bosib beringlar. Hozir biz galemni o'ldirishimiz kerak. EBS'dagim qanday qolib ketdi. EBS'dagi sog'aylik undan ko'ra. Nol. Tuzuqni o'ldiradigan narsa ham yo'q. Galemni nima o'ldiramiz? Bu 37-38 minutlik video bo'lsa kerak. Bo'pti. Opog'im sekinroq gapirish deyapti. Davay. Kimga qanaqa mob yoqadi? Qo'y, jitel, galem. Hozir blok olaylik. Shuni yozib qoldiringlar kommentariyalarda. Şurada qo'rqib qolamiz. Ja qo'rqib ketib qolib, haligini qo'rgan bo'lsam, kechirasizlar. Sizlar o'ynang. Vahimaga tushib qolaman. Galemni ham biroq qilib o'ldirib yubordik. Temir tutdim unda.
nechta temir tushdi deb o'ylaysizlar? Hozir ko'ramiz. 3 ta. Ko'pincha 5 ta tushardi. Meni omadim kelib, negadir bugungi safar 3 taga tushdi. Qani bo'lmasam. Uxlaymiz. Sleep up. Taqizlar. Uxlab bo'lmaydi deyapti. Hali kech payt bo'lgan yo'q deyapti. Endi nima shuni ertalab ham, kunduzi ham, kech payt ham uxlaydigan qilsa bo'lmaydigan. Mana karavotda. Bitta bo'lsa, siz ko'ryapsizlarmi bola? Birma-bir kirib ketgan. Qishloq spawn bo'lishidan oldin o'yinchi kelgandan keyin buziladi. Bo'lsam buzilmadi. Nimaligini bilmadim. Yozib qoldiringlar. Men jazur blogerlarim nomini uncha bilmaydigan narsalar bor. Men yaxshilab bilaman. Chunki necha o'ynaganman. Ukam uylarga keling deyapti. Uyga kirgan bu qishloq kichkinaligi uylarda sandiq bo'lmasa, katta uylarda bo'lsa ham 2-3 ta olma bo'ladi xolos. Nima qilarkin? Olamiz deydi. Ovozim past chiqib qolayotgan bo'lsa, kechirasizlar. Opaqim sekinroq gapirish deyapti. Hozir men opaqimga ketaman. Akalarim kelgan. Birga bugun video chiqaryapmiz. Bundan keyin ham bitta video chiqarsam kerak. Albatta. Mo'ylaga borib kirib qo'yamiz. Bu uyda sandiq bormi u tarafda? Kitobni olamiz. Kartochka. No. Işte nima qilasan bu yerda? Ha, kel, gapir. Ha, kichkintoylar qandaysizlar? Jamoa ijrosi belli ketdi. Men mashina ko'rganman qayerdir. Buyda. Bitta video ko'rganmisizlar? Mana shu uydan bitta qorong'i narsa bo'lib horrorga aylanib ketadi. Mana shu horror qishloq bo'ladimi? Mana shunaqa qishloqdagi mana shu horror uy bo'ladimi? Bitta qo'shib o'ynashganda ko'rganmisizlar? Hozir biz konga tushishimiz kerak, kon topish kerak uning uchun. Kondan hamma biladi, temir topamiz. Temirdan aslaha yasaymiz, keyin ajdorni oldiga makiyajlar deb borib turib, kalasiga somon tiqamiz. Hozir bittaligini yasab olaylik, kirka, temir kirka. Yolagani kerak bo'ladi. Aytgancha bolalar sizlarga bitta narsa o'rgatib qo'yaman. Agar sizlarda ko'mir olib turib, ko'mirdan ko'p fakel yasab turib, ash fakellarni hamma yoqqa qo'yib chiqsanglar konga. Kondagi hali joy monsterlar ham yo'qolib ketadi. Chiqmaydi monsterlar. Sizlar ham endi olmos topganinglarni bag bo'lib qolsanglar alam qilamiz. Menga rosa alam qilgan. Alamlarda yonib o'lgan Salohiddin bo'ldim men. Bu katta kon ekan, men katta konlarga kirmayman. Katta kon yoqmaydi menga. Ko'mirni topdik. Buni hozir tezda qazib olamiz. Yaxshi hammaga turib qazmabman. Olsa men ham tushib ketardimmi? Ko'mirga qo'shib. Kim bilsa biladi. 4 taligini qalan bitta ko'mirdan bitta ko'mir bittaligini qalan 4 ta fakel yasasa bo'ladi. Mana 12 ta fakelimiz bor hozir biz.
Girken oynayalım almıştık. Cümle önüne gelmiştik giriyoruz. Cümle giriyoruz gel. Düşemedik. Şöyle ben megadır. Kötü görünürse var yok yaptı. Adam pistakli maç joylazdagi temirlar qisib olib yurgan yaxshi shekliga u. Eshitilam yangi qo'shiq chiqibdi. Italyanskiy degan. Montajda ash qo'shiqni qo'yib yuboraman. Lekin zo'r ekan, menga yoqdi. Sizlar ham fikringlarni haligina yozib qoldiringlar. Haligina qo'ringlarmish. Haligina qaniginaqa. Creeper, yo'qol. Yo'qol Creeper. O'ldirdim. Endi hamma moblar keladi. Qirilib fakelimiz tugasa yomon bo'ladi, bari. Tugal. Shu bilan tugal fakelimiz. Qaqa yo'q bo'ldi. Despawn olib ketdim. Tonet bor. Shiftga. Birdan ko'mir topishimiz kerak. Ko'proq. Ko'p ko'mir. Ko'p fakel. Ko'p fakel. Ko'p PPP. Ko'p fakel. Ko'proq yorug'lik. Ko'proq yorug'lik. Haligina qadar monsterlarni kamroq keltiradi. Yo'qala, men senga portretmanmi? Men nima yo'layapsan menga? Bolalar, qayerdandir ko'mir topish kerak. Minecraft sal qatyapti. Bechara tongina qo'rqib ketdi. Chichora dedi. Shata ustiga tushmasam bo'ladimi? Bechara o'zi ham ezilib ketgandir. Men haqiqiy hayotda bu ko'rshapalakni ezib yo'q qolgan bo'lardim. Minecraftda esa bo'lmaydi. Mod ustida sakrab o'ynasanglar ham nimagadir bug bo'lyapti. Bitta o'ylamgacha o'ynaymiz. Bitta o'lsam bo'ldi, video tugaydi. Ba'zilar ko'k rangni ko'rsam video tugaydi deydi. O'zini futbolkasi ko'k bo'ladi. Ko'rsam go'layib turaveradi. Oltin o'rman bor. Zoloto. Yabloko. Zoloto yabloko. Mana shuncha temir olyapmiz. Yema 4 ta temir yetadi. 24 ta temir yetarkan. Mana bizda necha bor? 20 bitta. Yana necha temir qazib chiqib ketsa bo'lar ekan bu kanaldan. 24 emas. 24. 24 taligini qiladi yetarkan xolos. Ko'mir ko'rib olib, ko'rmadi deb o'ylayapti bu. Minecraft erlarni ko'zi o'tkir bo'ladi. U bir shayda Ivo motodan mana shu anjangacha bo'lgan masofa qancha? Ashidagi temirni ham ko'radi. Temir bo'lsa. Mana ko'mirlar olaylik. Menga telefonda o'ynaydiganlar yoqmardi. Negadir o'zim ham telefonda o'ynayapman. Yoqmaydigan narsang baribir o'zingga qaytib kelar ekan.
boshga tushib qoladi. Ko'mirlar qazib oldik. O'nta 40ta fakkel yasasak bo'larkan. Yuhu. Ukam qo'li qichyaptimi, ko'ti qichyaptimi, bir bolalar deb garanglashtirib yuboryapti meni. O'yinam qatiydi. Bu navroti gapiradi. Battar qatittirib. Menimcha bu videoda Ender Dragon'ni yengolmaymiz. Yetib bora olmaymiz. Pastda o't o'sib ketibdi. Menga faqat yo'q. O'zimiz o'zbekskiy. Bola, sizlarga qaysi komanda yoqadi? Real Barsa. Real deganlar like bossin. Barsa deganlar obuna bo'lsin. Menga Real masalan Barsalar musur bo'ladi. Realchilar zo'r. Realchilar bittadan like bosib qo'yinglar. Like dedimmi sizlarga? Like dedigan bo'lsam kerak. Like bosib qo'yinglar realchilar. Realchilar legenda bo'ladi. Buni faqat Barsachilar o'tgan kun bir baloga ham o'ynab 4-5 ga yutqazib qo'yishdi-yu. 4-5 gamikin 6-5 gamikin yutqazib qo'yishdi Barsachilar. Ular musur bo'ladi. Real faqat yutib kelyapti. Barsa o'zini ko'rsatib, "Yig'e, eshitena" qilib chiqayotganda Realchilar sovrinlar yutor zerikib ketyapti. Ash qo'shig'i ham lekin kulgili-da. "Yig'e, eshitena" deb. "Atapa, pateli, tantin tak" deb. Non bir stak tayyor. Bir stak, 2 stak non tayyor. Temirimiz ham 31 tadan oshib ketdi. Qanday ishlar bo'ldi? 32 ta bo'ldi. Men bittaga adashibman. Bir donaga. Menga faqat yo'qar. O'zimiz o'zbekskiy. Sen turmushing isar. Mayli, kelganimizga yarasha ko'proq chiqib ketaveraylik. Kerak bo'lar. Axir temir bu hayot. Hayot bu hayot. Temir bu temir. Hayot bu temir. Temir emas. Tilim sepidan chiqib ketdi deyapti. Kecham bo'lib qopti. Bunga biz yuqini bosib olamiz bu konni o'zida. Konni o'zida bosamiz yuqini. Konni o'zida. Mening yotog'im yo'q ekan. O'zim konni o'zida emas, tashqarini o'zida bosamiz. Menga faqat yo'qar. O'zimiz o'zbekskiy. Qaydan chiqadigan yo'l bor endi? Mayaqlanmi degan. Bitta chiqadigan yo'l bo'lishi kerak. Menga faqat yo'qar. Marojni yema, o'zinglar yoringlar. Ukalarimga marojni olib ketdi. Hayot Qudrat tog'am. Tog'am to'g'riroq. Ismi ham Qudrat. O'zi ham ko'rsanglar ko'p. Kakras bitta uy bor ekan menda. Mana shu uyda yotib dam olamiz. Yute kalmizak. Ture deganim yute deb o'ylayapman men. Menma.
Menga berishyapti. Zombi bosib ketdi bular. Bu yerda. Bular biz xavfga tushirdik. Biz o'ldiramiz. Bular. Qochqol. Ammo men duxpasga qilmayapman. Kriperni o'zi meni o'tirib yuboradi. Puflatib. Ko'ryapsizlarmi o'zi? Ikkitali temirli bitta oltin aslaham bor xolos. Xullas mana shu yerda bekinib o'tiramiz. Yonib o'lib, kuyib despawn bo'lib ketmaguncha. Non pom. Endi masalan non vashi yoqadi. Nima ovqat yesam ham oshdan tashqari faqat non yeyman. Aslida nima qilsa bo'larkan, bittalar bosib o'tirmasdan. Yangi videolar tez kunlarda chiqadi. Like bosib obuna bo'lsanglar tez kunlarda ham emas. Shu kunlarda chiqadi. Hozir yana bitta video olishim kerak dedimmi? Degan bo'lsam kerak. Tez bo'lish. O sig'masdan kichikroq bo'lganmi? Bir bola bo'lib qolibdi. Akamga gapiring sizam desam, men nima deyman deb gapirmayapti. Oho, pechga asaylik bunga. Ko'mirimiz bormi degan. Yo'q, hammasini fakelga ishlatib yubordim. Ko'mir yo'q ekan. Ketdi gunda. Zaharlab qo'ydi. Sut. Yo'q, pista qilib o'tirish uyda. Hech kim kirishmas. Cheat point. Yarimta jon bor. Yaxshi bu yarimta jon qo'ygandan keyin o'tib ketadi. Yaxshi ham cheat point qo'yib qo'yganman. Endi mormani yeymizmi? Ittarabdan beri. Yo, noyimiz. Ertalab deyman. O'zing endi 1-2 video olayotganimga Minecraft kunida. 2 kun bo'lyapti, 2 kundan beri olayotgan deb o'ylamaydilar. Gapirishmashay. Ukalarim bor. Ukam bor, vashi baqirib gapiradi. Voy dod! Aka, yaxshimisiz? Yuribsizmi? deb gapiradi. Kulsam, ha deb kuladi. O'zi ham kulib yuboryapti kulishiga. Men Argentina yutadi bu yilgi jahon chempionatini ham deb o'ylab qarasam, Argentina yutmadi-yu. Tupurib qo'yganman men Argentinasiga ham. Gapirishmash dedim-e. Video olayotganda gapirishmash deb oldimga ketaman, yana deb kulishadi. Akam gapirmoqchi bo'lyapti-yu. Gapiring gapingizni. O gapirmaydi. Gapiravering-a. Odamlar uyat qilmaydi. Lekin gapirishni bilmaygan deb uyat qilishi mumkin-ku. Javona xo'rlab tashlamaydi sizni. Gapiravering. Akam yaxshi o'ynaydi Minecraft. Ularni bo'ynaylik desam, telefon yo'q boshqa. Ham bu Minecraftda nimagadir ulanmayapti. Zombi qaydan spawn bo'ldi bu yerga? Gapiraverishdan tashqariga chiqib ketish.
Men bu yerda video olaman deb arigina qilyapman. Bular deb kulishib o'ynashyapti. Akam yana gapirishga uyalaman deydimi? Yani YouTube kanali ochib bermang ham deydi. Bir gapirishga uyaladi, bir YouTube kanali ochib ber deydi. Qanaqa odam deydi. Lekin zo'r. Only ko'ngillarga yo'l topsa shuna kuldiradi. Kulorganlardan chichivar deysizlar bolalar. Qiz bolalar ham vahalab kulib ketadi. Ular ham bitta gapirib qo'yadi. Ha deb kulib ketishyapti. Ya men gapni kuldimmi bilmadim-ku. Kulishmash deyapman-ey. Mana biz ketdik. Bu qishloqdan surib olamiz temirlarimizni. Shatta yerdamizda bu qishloqdan boshqa nahoy deb surib olamiz bu qishloqqa. Yana hangrab kulishyapti. Men kuldiryapman to'g'risi. Haldan beri bolta yasamapman. Kirkam bor, boshqa balo battarlarim bor. Hatto lapatkim ham bor. Lapatga yasamasdim uncha. Lapatki ham bor hattoki. Qisishay. Ko'rdinglarmi? Hurjun uradi. Bor shu qalish bo'lmasa. Biz pechka yasaymiz. Qani bo'lmasam pechkalar joylashtirib aliginaqalar temirlarni eritib olamiz. Qalin ishlar bor. Men matematikani zo'r bilaman. 5 ta bor. 5 ta 32 ga bo'lsa necha bo'ladi? 6 bo'ladi. Hammasiga 6 ta solaman ekan deyman. Bittasiga juda ko'proq deb borish mumkin ekan. Mayli. Oltida. Ko'rdinglar bolalar? Men ham matematikani zo'r bilaman. Ham Roblox'da zo'r o'ynayman. Parkour. Qo'l tashlayman. Ham haliginaqa qila olaman. Stream olish bo'yicha streamlarim yo'q, lekin streamga vaqtim bor. Men bekarchiman, vaqtim ko'p. Mana, aytdim-ku bittasiga ko'p deb qolaman. 22 ni endi 5 ga bo'lish kerak. 4 tadan teganmi? 4 tadan tegadi. Men matematikani zo'r bilaman. 3 ta bunga kerak. 4 tadan tegadi. 4 ta. Mana biymanlashyapti nimagadir. Davay bunda olovlar qo'yib ketamiz. Ko'mirlar deganim olovlar jiniga qo'yib ketamiz deyishim bo'laymi? Endi uxlamoqlamiz desam. Qorong'i-yu. Desam ko'p kunduziga mayalan qorong'i ko'rinibdi.
Bitta o'limgacha degandim. Temburlarni erta branya yasagandan keyin video to'xtataman. Video ham cho'zilib ketdi juda. Mana shu ikkinchi qismini ko'rishni xohlasanglar, albatta 5 ta obunachi kelsin yangi. Yana 10 ta aligina like bosinglar. Mana shu film, kino deydimi nima? Multserialga bosinglar. Kech bo'ldimi? Bo'lmasam demirlarimiz pishib olsin. Xayrlashamiz sizlar bilan. Jitil o'lyapti bitta. Onda demir hammasi pishib bo'ldi. Demak, branya yasaymiz. Bu keyin esa bu. Bir kere yasadım ben. Mola ahçini görsüt verdiğin oyun var mı? Kim biladi şu oyunu? Aslında var mı ya yok mu? Oyun mu? Oyunmaz mı? Ya bolta bilan lapatga kerak. Bolta bilan lapatga nahotki yasamagan bo'lsam. Bolta bilan lapatga. Nahotki yasamagan bo'lsam. Full branya qildik. Full branya tayyor. Full branya tayyor. Bolta tayyor. Tayyor. Mana biz temir odam bo'ldik, qani? Mana temir odam bo'ldik. Biz shit yetmayapti, xolos shitga temirim yetmay qoldi. Bo'pti bolalar, shu yerda videoni to'xtatamiz. Hammaga